Zararlangan to'qima shilliq qavat darajasida. Bir xil holatlarda oddiy ektopion bor. Tug'ruq bo'lganda bachadonni demak ichki qismi tashqariga chiqib qoladi. Mana o'sha epiteliy qavati tashqariga chiqadi, ana o'shanda ham ektopion deymiz. Mana shunaqa holatlarda papmazlik bo'ladi. Yana mana shu yara demak shilliq qavat darajasida bo'lsa papmazlik olinadi. U yoqda bachadon bo'ynida deformatsiya, qon tomirlar bilan juda ham kuchli ta'minlangan chuqur holat, paxta tegsa ham qonot. Mana shunaqa holatda biz oldin haqida ma'lumotga egamiz. Bu kanal haqida ma'lumotga ega emasmiz. O'shaning uchun bu holatda saskop olib tekshiriladi. 4 ta devordan kirib olinadi, tashqarisidan olinadi, davlatning joyida tekshiriladi. Silikoplakiya displaziya bermasa tegmaymiz. Silikoplakiya displaziya bersa tegamiz. Bu yerda уже mazokda to'lqi mana bunday aylantirib olganimizda shotkani hozir bunaqa выделениyadan boshqa narsa tushmaydi. Bu yerda уже to'qimani olib tekshiradi. Mana shu to'g'ri usul hisoblanadi. O'shaning uchun sen направление bilan kelding, lekin sizga xohlayapman deyapsan. Mani taktikam boshqacharoq. Oldin ko'ramiz yarani, to'qimani, epiteliy hammasini ko'rib kolposkopiya qilgandan keyin aniq bo'ladi. Bu yerda qanaqa usul bilan tekshirish kerak. To'g'ri tashxis qo'yibman. Displaziya. Xo'p.